partlash holiga keldi. Amerika matbuotlari Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo to'qinishga tayyorlik qilyapti. Dedi mavzuli xabar 1-oyning 16-kuni Dovi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 2017-yilda Jungoning Amerika sodasida qizil raqami rekordni buzdi. Soda tengsizligi eg'irlashdi. Jungo bilan Amerika o'rtasida soda tengsizligi eg'irlashdi. Mundaq ahvol ostida Jungo Amerika o'rtasida soda urushi portlash holiga kelib qoldi. Wall ko'chisi gazeti 1-oyning 16-kuni Sapras bo'linglar. Amerika bilan Jungo o'rtasida portlaydigan soda urushiga tayyorlik qilinglar. Mavzuli xabarida mundaq ko'rsatdi. Washington o'tgan zamonda soda urushiga tayyorlangan vaqt prezident Reagan davri edi. Washington u chaqda Yaponiyani raqobat obyekti qilgan edi. Demak, esingizda bo'lsinki, bu 20-asrning 80-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shu vaqtdagi prezident Reagan Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Reagan Yaponiya bilan dalmishnoq so'z urushi qilishgan edi. Bu birinchi qatimliq ish edi deydi. Endilikda dedi. Bugun Washington o'xshashli o't kuchi, ya'ni boj quyish norma belgilab berish masalasini Jungoning eksportyorlariga qaratdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo o'tgan hafta qizil raqamni e'lon qildi. Bu ish ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilikning yoshirin echitqusi bo'lib qoldi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Bir g'ayri muqarrarlik natijasi bo'lib qolishi mumkin. Bir muqarrarlik bu ishlarning g'ayri bir natijasi bo'lib qolishi mumkin. Lekin haqiqatan soda urushi qilishga to'g'ri kelsa, bir maydon soda urushi o'tgan asrning 80-yillarda elib berilgan butun Yaponiyada yerim o'tkazgich radio, mashina, televizor mahsulotlarini dabr qilib elib berilgan soda urushiga o'xshamaydi. Ayni vaqtda prezident Reagan bilan Yaponiya o'rtasida elib berilgan soda urushi, televizor, yerim o'tkazgich radio va mashina kir olg'ularni dabr qilib elib berilgan soda urushiga o'xshamaydi. Bugungi Jungo bilan Amerika o'rtasida portlab qolish mumkin bo'lgan soda urushi Yaponiya bilan bo'lgan soda urushiga o'xshamaydi. Bugun ikki tarafning kuchida ancha cho'ng farq yo'q. Masalan, iqtisodiy jihatdan aytganda, Amerikaning kuchi bilan Jungoning kuchida ancha cho'ng farq yo'q deydi. Amerika hech qachon iqtisod gavdasi, sanoat ishlab chiqarish kuchi hamda butun dunyo qaratgan irodasi Jungoga o'xshash bir davlat bilan soda to'qinishi qilib boqqan emas. Yalnız gapni xotirlab qo'ying vatandoshim. Nim deydi, Amerika hech qachon iqtisod gavdasi, sanoat ishlab chiqarish kuchi hamda butun dunyoga qaratgan irodasi Jungoga o'xshash bir davlat bilan soda to'qinishi qilib boqqan emas. Yaponiya Amerikaning ittifoqdosh do'sti edi. Jungo bo'lsa borgan sari Amerikaning raqibiga aylandi. Diqqat vatandoshim. Soda urush qilgan ayni vaqtdagi Yaponiya bu Amerikaning ittifoqdosh do'sti edi. Jungo bo'lsa borgan sari Amerikaning raqibiga aylandi. Bu ahvol o'ch elish xarakterlik o'rlash xatarini keltirib chiqardi. Demak, Yaponiya do'sti edi, ittifoqdosh edi, uning o'ch elish xarakterlik muomala qilgani yo'q Amerikada. Endi bugungi kuni kelsang, Jungo borgan sari Amerikaning raqibiga aylandi. Shunga o'ch elish bu ahvol o'ch elish xarakterlik o'rlashni keltirib chiqarishi mumkin yoki o'ch elishni keltirib chiqarishi mumkin.
Amerika Strategiya ve Halkara Tadqiqat Merkezi Cungo meselesi boyunca mutaxassis Scott Kennedy mundaq dedi. İdeologiya esasındaki qalcırlıq kim üstünlükni egalleydi degan sözün aksicha baholaganda bir meydan soda urushi yaqinlab kelyapti. Masalan, Cungo hozir Amerika bilan üstünlük talashyapti. Kim üstünlükni egalleydi deb ideologiyalik urush qilyapti Amerikaga qarshi. Endi mushudan qaraydigan bo'lsak deydi hozir bu ideologiyalik elishni bir taraf qayirib qo'ysang, haqiqatan bir meydan soda urushi yetib kelyapti dedi. Xabarda yana mundaq ko'rsatildi. İki devlet o'rtasidagi to'qnashuvga aylanish mumkin bo'lgan bu ziddiyatga qaraganda yer shari bozorining qilcha tayyorligi yo'q. Agar savdo urushi o'rlab yetarlik darajaga yetadigan bo'lsa, balkim yer shari savdosining qurilmasini o'rib tashlaydi. Bu balkim Prezident Trumpning nishonidir. Alayhishar. Prezident Trump'ның uzundan bir iki göz qarışı şundaq bo'lib keldiki, Amerikaning o'tkazgan eng zo'r xatolig'i Cungoni Dünya Savdo Tashkilotiga elib kirib, o'zining raqibini kuchaytirib qo'yishdan iborat. Hurmatli vatandoshim, biz Amerikaga kelgili 21 yil bo'ldi. Bu Cungo bir komünist devlet, Amerika Qo'shma Shtatlar nemişki bu derecede yol qo'ydigandu? Nemişki savdoda bu derecede yol qo'ydigandu? Yoki nemiş kishilik huquqlari siz bu derecede yol qo'ydigandu deb mushunda uprab keldi 21 yildan beri hurmatli vatandoshim. Endi gap mana Prezident Trumpning og'zidan chiqdi. Nima deydi? Prezident Trumpning uzundan beri iki ko'z qarashi shundaq bo'lib keldiki, Amerika'nın o'tkazgan eng zo'r xatoligi Cungoni Dünya Savdo Tashkilotiga elib kirib, o'zining raqibini kuchaytirib qo'yishdan iboratdir. O'xshashda bir vaqtda Washington pochtasining xabarida mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump hükümeti 2018 yılının 5'inde Cungo'ga savdo jazosi berishga tayyorlik qilyapti. 2018 yılının 5'inde Cungo'ga savdo jazosi berishga tayyorlik qilyapti. Bazı şirket xodimlari va mutaxassislar mundaq deyishyapti. Prezident Trump bir necha hafta ichida Cungo'ga chetishlik bir qator talash tortishlarda konkret harakat qo'llanadi. Belki birinci ayının ahırda. Konkret harakat qo'llanadi, belki birinci ayının ahırda. Amerika sanoat ishchilari to'g'risida Amerika savdo amaldorlari mundaq hisobladi. Import qilingan mahsulotlarning ko'payishi sababli davlat ichidagi sanoatchilar ziyon tortganligi uchun Prezident Trumpning yangi savdo qo'rg'inini qurishga taklif qildi deydi. Yana bir xabar. Cungo'ning savdosiga qattiq zarba berdi. Eğer tamojna bechi qo'yib, adolatsiz foyda elishni chekladi. Sonra adolatsiz foyda elishni chekladi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump Amerika vaqti 1-oyning 23-kuni Cungo'dan import qilingan quyosh energiyasi batareyasi taxtaylarga va kir olg'i mashina asboblariga eng yuqori chekda boj qo'yishni qaror qildi. Cungo va Koreya davlatlari boj qo'yishga norozi bo'ldi. Tashqarida mundaq hisobladi. Bu Prezident Trumpning Cungo Amerika savdosida tashlagan birinchi qadami. Prezident Trump shu kuni mundaq ko'rsatdi. Har qaysi taraflar buning uchun savdo urushi
qo'zg'almaydi. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Buning uchun har qaysi taraflarda savdo urushi qo'zg'almaydi. Har qanday bir davlatga ogohlantiramizki, hech kim Amerikadan ayiniga foyda ala olmaydi. Erkinlik vaqt gizli xabar qilib bundaq ko'rsatdi. 23 gün Aksaray'da yumaloq üstel etrafıda qo'yilgan keçenala yumaloq üstel qo'yilgan ishxonasida Prezident Trump 201 moddaga asoslanib ma'muriy buyruq imzo qo'ydi. Biz buni burun 201 modda deb kelayotgan to'q, bugun bu 201 moddaga o'zgardi. Buyruqda mundaq belgilendi. Bugundan boshlab Amerikaga import qilgan quyosh energiyasi batariyasi taxtayları ve kira algı maşinalara ayrım alda 30%'den 50%'e baş koyulur. Amerika Qo'shma Shtatlar savdo vakili bundaq ko'rsatdi. Jungu Amerika bozorlariga eksport qiladigan quyosh energiya batariyasi va uning zapchastlari Amerikada shundaq mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlarga eg'er ziyon soldi. Prezident Trump shundaq degan edi. Amerika bilan Jungu o'rtasida tuzilgan savdo kelishimi boshqa davlatlar bilan tuzilgan shundaq kelishimga selish turganda eng bema'ni tuzilgan kelishimdir. Jungu bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida tuzilgan savdo kelishimi shundaq kelishimga o'xshash boshqa davlatlar bilan tuzilgan kelishimga selish turganda intayin bema'ni tuzilgan savdo kelishimidir.